Videoda xatolik bo'lsa, uzr so'raymiz. G'ira-shira joylarga e'tibor bermang. Yo-may, soatdan beri yuribman, hech nima topolganim yo'q. Berlikni portlatdi. Uymi? Yo-may. What the? You took the... Yes! Fucking took them. Okay. Bu qishloqni nima bo'ldi? What the hell, bro, man? Qishloq topdim. Yes! Wahaha. What the hell, bro? Qishloqni sehrgar ishni qo'yishimiz kerak. What the bu qishloq? Uylar, voy. Oh, brat, alo. Nima? Alo. Yerda kim bor? Yo'q, sen kimsan? Siz bilan to'g'ri gaplashib qo'yish kerak ekanda, brat, to'g'rimi? Men yangi kelgan odamman. Tushunyapsizmi? Boqakening sehr qudratim ko'rsataman sizga. Yuring yoqqa. Yuring, qudratim sizga ko'rsatib qo'yaman. Bo'ling. Yuring, bratim. Boqakeng. Brat, boqakeng. Boqakeng. Bitta tovuq toping menga. Tovuq. Men sizga qudratimni ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa kuchliligimni. Molmas tovuq kerak menga. Tovuq kerak. Ha deng menga. Tovuq toping. Boqakeng, men tovuq topdim. Boqakeng, making. Men sizga qudratimni ko'rsatib qo'yaman. Boqakeng. Qo'lim ko'rib tursa, ko'rib oling. Qo'l bilan o'ldirib tashlayman shuni yondirib. Ishonasizmi? Qarab turing. Boqing. Ko'ryapsizmi? Qo'lda yondiryapman. Brat, uje qishlog'i zo'r ekan. Qolib tursam bo'laveram? Hali ham yonyapsiz. Uzr, bekor urib qo'yibman-da. Voqat olib olaman, qo'lim och. Oh. What the slow turbo? No. Vah. Qanday yaxshi, katta rahmat, bratim. Men eski qishlog'imdan kelyapman, brat. Eski qishloq jonga tegdi. Iltimos menga uy bering. Mana qishloqda yashab qolsam bo'ladimi? Sizga og'irligim tegmaydimi, brat? Dalni do'stlar, yangi to'xtang, ayrim brat 5000. Salomlash esdan chiqdi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men rolik do'stlar. Bugungi videomizda do'stlar eski qishloqdan survorodagi o'sha yangi qishloqqa bugun ko'chishimiz kerak. Mana hozir zo'r qishloq topib oldik do'stlar. Qishloqqa gap yo'q lekin. O brat, qattasiz, men sizga ishonib turdim. Dalni Tinti bor yaxshi bo'ladi. What the hell, bro? Mana senga uy ajratib qo'ydim. Nomingni yozib. Rolik. Yo, brat. What the hell? Yo, man. Böyle. Qishlog'ingiz ko'rib chiqsam bo'ladi. Men shahar qilingman, ko'rib chiqaman. Nima bor ekan? Aholi cho'milish joyi. Bu yerda cho'milsa bo'ladi. Qani ko'ramiz. Eski qishloqimda voy, kiyim almashtiradi. Oh. Yo'q, bu yerda kiyim almashtirish ham bor ekan. Bu yerda cho'milsak bo'lar ekan. Yo-may, bu biram chiroyli ekan. Mazaq cho'mil chiqdi. Soat 5 minut yurib kiyim almashtirsa bo'lar ekan. Legenda. Buni o'ylab qo'yamiz. Mana bu yerga chiqmani. Bu yerda nima bor? Bittani chiqdim. Bu yerda kiyimsiz o'tirgan joy. Xohlasang ishga kirishing mumkin. What the hell, bro? Bitta ko'rib. Sanaram. Bu yerda go'shtlar. Bu yerda jon nima? Men mana shu yerga kiraman. Qopqa hozir 5 minut qo'yib. Mana bu do'koncha. Do'koncha. Ana do'koncha. Yo. Qanaqa do'koncha? Do'koncha любой narsa. What the hell, bro? Brat, nimasi bu? Nima? Harom pul
Wow, so'tlar. Wow, birlat. Zo'r so'tarkansiz. Qancha deydi, bo'ldi siz narxini keyin aytardingiz. Qanaqa narxda sotsa ham, uzr deb ketdi. Eshik yopiqchi edim. Uzr, qudratim ishga tushib ketdi. Demak, bu yerda nima bor? Bu yer albatta cho'milish xonasi deysiz, albatta bu yer cho'milish xonasi deysiz. Bu yoqda mayli ishingiz qurilmay, o'zim ko'rib chiqaman. Bu yerda nima bor? Yuksona. Shu yerda sim nima balo yerda. Mana bu yerga chiqarsam ekan, qip-qizil ekan. Wow, bu lyuks. What the hell, buni qip-qizil meyash ko'rgan rang. Wow, do'stlar, skrimga o'xshab qizil. Wow. Shu senga. Bu ham menga. What? Shu sening lyuks xonangda. Wow, voy. Nima qiladingizmi? Rolex'ning xonasi. Wow. Sizniki qaysi? What the heck bu xonasi? Wow, ko'k. Ye, mana bu narsa ham bormi? Ha, yaxshi. Mana bu yerdan chiqish option. Cho'kalab bo'ldi mana. Bu yerda Pinko xonasi. Men bu mana kallamdan kelib yuribdi Pinko. Dalni wow, xona chotke maskinamga o'xshab qor ekan. Kiyimimga o'xshab. Pinko kim ekan bu? Mana narsamdan kiyib yuribdim bu hali. Mana biz mana bunday kiyib olamiz o'zimiz. Biz Groxmiz do'stlar. Wow, xona legenda, qip-qizil hamma narsa. Wow. Dalni do'stlar, endi o'zimizning ixtiyoriy kiyimlarimizni kiyib olamiz bolalar. Masalan, bunikamiz tayyor o'zimiz haqiqiy Grox bo'ldik do'stlar. Bu yerda wow, bu yer chiroyli joylar ekan. Bu qishloq menga ancha yoqdi. Senga wow. bitta bog' beraymi? Dada, bog' bering, bog'. Gullari bor. Ana shu bog' senga, agar o'tgan bor. Manda eng omadli inson ekanman-da. Eski qishlog'imda bunaqa narsalar hech nimasi yo'q edi. Sizlar boy ekansizlar, tan berdim. Qanchada qurganikini sizlar bilardi. Bu nomlang, men nomim kerak. Bu yerda Hackerboy, bu yerda Hackerboyni uyi bor ekan. Sizning uyingizmi albatta? Voy. Mayli, bog'imni unutaylik hozircha. Va bu yerda what the bro, zo'r ekansiz. Bakın. Wow, bu yerda do'kon, bu yerda lava, wow. Va chotki. Ochiq gap yo'q. Bu yerda nima? Hackerboy bog'i. Qanaqa kerak? U texnologiya deb qo'yadigan narsa bor ekan bu yerda. Wow. Haqiqiy texnologiya. What the hell? Uy, bu chiroyli ekan qishloq. O'zi menga yoqdi bu qishloq. Aytib bir jitlar yo'qmi? Bundan boshlasang, bu qishloqni fuqarosi. Dalnema fuqaroman. Bo'ldi, rahmat bro. Bo'ldi, men unda hozir qonim ochdi. Demak, do'konga borsam bo'ladimi? Bu yerda do'kon bor. Men shu do'konga borib, o'zimni qornimni to'ydirib kelaman. Bu yerdan o'tsam bo'lar ekan. Yo'q, to'rt yo'q. Bu yerda men do'kondan halol narsalar yeymiz biz. Bu yerda steak bormi menga? Okey, bro, bir stak steak qancha bo'ladi? Qancha bo'ladi? O'z sotuvchi sizdan so'rayapman. Alo. King sizga boshqa narsa beraman. King sizga uniga mana chiroyli qizil kiyimlarimdan beraman. Bunaqasi hali hech qanday yo'q. Oling. Bo'ldi, men ketdim. Bu yerda esa men sotaman bir dishli, faqat ertadan. Yo'q. Yo'mayo. Tashin. Bizda bunaqandan. Ajib vaqtda Sabzanga yozgan soldi. De. Bu yerga sop turib teng yarmini sizga beraman. Mana 30 bitta oling, bro. Mang bro, oling. Yo'q, harom deymiz biz. Biz harom yeymiz. Bu narsa
narsamni kerakli joyiga solib qo'yaman. Biz harom yemaymiz voy. Bu yerda bu yer kassa shekilli bo'lib ikkidan pul ishlash boshlayman, bitta tasi kerak. Bu narsa olib qolar. Vau, bu yerda. Dalni bo'l, faqat ertaga bir. Ertaga. Men uyda uxlayman, men ketdim. Men da kerak. Boy ekansiz, ochig'ini aytsam. Bo'ldi, rahmat. Bu yerda kim yashaydi? Bu yer bazami? Ha, o'sha pingomi? Voy, o'sha pingo yashaydimi? What the hell, bro? Juda katta. Gigant o'xshaydi. Shuncha Da zo'r uylar ekan bu yerda. Nima bor? What the hell, bro? Bu yer nima? Hozir uy billing. Qaramay turing, bro. Qaramay turing. Hazillashaman, bro. Qo'ymasam bu yerda oyna ham bor ekan. Qanday yaxshi bu? Yo'q, qudratim ishlamayapti, bro. 5 minut. Buni yechib turib, bunday qilib olamiz, bro. Lekin qudratni endi kursatamiz, bekay. Ne ishlamayapti? Hamma qilichim ko'ras qarab turing, mana yondirib o'ldiradi. Ne qudratim ishlamay qoldi mana. Balki moblarga ishlamas. Dalni moblarga ishlamaydi menimcha. Ko'rinchi. Yo, yonmayapti sen. Yonmayapsiz. Men sehrli olmay bo'laman. Da, to'g'ri aytasiz, sehrli olmay bo'lgansiz. Biroq, davo endi bu yerda yana ko'p jon olmadi, 3 ta oldi. A? Sehrli olmadi, qalqon qudrati bor. Da. 3 ta jon oldim hozir urganimda. Yaxshi, ya. Ya. Az qilishni qo'ldirdim men hozir. Yo'q, qilishni urchi. Qilishdi. Sahrabmi? Qani? 3,5. Yo'q, to'xtang, boshqatdan beking. Mana. Nechta? Bo'pti, mayli. Unda bu yerda men uxlayman, bro. Yomon charchadim. Kun bo'yi yurdim qishloq qidiraman deb. Da. Yomon sarson bo'lib ketdim. Vau, do'stlar. O'sha qishloqqa gap yo'q. Ko'chib kelib, to'rish qilibman, do'stlar. Maza qilib qaytdi. Zo'r hayot ekan bolalar. Da. Do'stlar, menimcha bu qishloqda endi haqiqiy uyim menimcha meni uyim mashhur bo'lsa kerak. Meni qishlog'im shu bo'ladi endi, do'stlar. Da, bo'lib, yana ertagacha ko'ramiz, do'stlar. 2000 years later. Maza qilib uxlab turdim. Bu yerda nima bor? Bu jon namlamalari bor ekan, jon ko'paytiradigan. Bu yerda yuvinsak bo'ladi, to'g'rimi? Qani bu yerda cho'milish joyini topishimiz kerak. Aholi cho'milish joyi mana kerak kuchi. Ertalab turib, o'ylam albatta yuvinadi, do'stlar. Bu nima bu tugma? To'xtatib qo'yar ekan. To'xtatib qo'yar ekan. Bo'ldi. Da, xo'ba. Mazaligini qaranglar. Vatta, biram maza qilar ekan meni. Sakrab Oğlum, yana keng. Ne bo'ldi? Bildim. Okey. G'alati ekan, ishonasin. Bu yerda endi qishloqdan bu yerda uymi bu? Yo'q, bu yer mehmonxonaga o'xshayotgan-da. Bu yer mehmonxona qilsak ham bo'ladi. Menimcha. Lekin gap yo'q joylarga. Yo'qda. Yo'q-da. Xo'p, unda bu yoqda meni birorta mob qidirib urib ko'raman. Qudratim ishlamayapti. Hozir. Hatta hel buni ishlatmadim. Faqat urgunchak odamga ham ishlaganman, urgunchaklar. Yo'q, ishladi. Men bilan o'ynashma bolam. Yana yeb qolasan, mana yana yeb qolasan. Vau, urgunchak ikkita udarga o'ldiryapman. Qo'lda, u ham qo'lda. To'xtab turing, bro. Men do'stlar, men qudratim ko'rsatmaslar ham o'qib turib. Mana turibman. Yo'q, hozir yana turdi. Creeper yoqamiz. Kella creeperda. Qorin to'yga olaylik. Creeper, boqqachi.
Beki. Sekin. Nima creeper yonmayapti? Qudratim tugayapti shekilli. Da hop, bunday qilamiz. Ketyapman. Uchta dona go'shtim bor. Men ketyapman. Dalne. Birinchi ishimizni boshlaymiz do'stlar. Yangi qishloqdagi eng birinchi ishimizni boshlaymiz. Hop. Shoshma. Yo'q. Men do'kon tualet oldidan kirasan. Da hop men ketyapman. Bu yoqda mana topdik o'sha tualetni. Yo'q, skelet to'xtab turing men buni. Yo'q ko'rsam, u yo'qdi. Yo'q, quyoshda o'ynayapman. Yo'q, sen quyoshda o'ynayapsanmi? To'xtab turing, quyoshda o'ynayotgan bo'lsa buni unutdim. O'ldirdik. Da hop, bo'ldi keldim. Shonamga ketdi уже. O'tiring, dalni nima kerak? Ayting, baliq go'shti bor, pishirilgan kartoshka bor, KFC bor. Kartoshka, bitta KFC va bitta sho'rvadan ber. Hop. Quyosh sho'rvada. Bo'ldi. Demak, do'stlar, quyosh sho'rva icharkan. Mana o yaxshi. Demak, men sizga bitta bu ham sizga. Va tayyor, okey. Bo'ldi, biroq men shu yerda o'tiraman va eng birinchi pulimni, eng birinchi ishlagan 1800 minutni berdim. Dalni Judayam mazali ekan, menga juda yoqdi. Shunaqa ko'p. Wow. Yaxshi bo'lsa yaxshi. Dalni biroq mayli, isham qoldi. Bo'pti biroq. Katta rahmat sizga bu yerda endi ishlarimni qilsam. Endi bu yerga solib qo'yaman. Xo'p do'stlar, mana qishloq legenda gap yo'q. Do'stlar, bugun xuddi mana shu qishloqqa ko'chganimiz haqida video bo'ladi. Do'stlar, qishloqqa gap yo'qlarlik ko'pligini bu yerda qaranglar. Haddan ziyod ko'p narsalar bor ekan. Demak, do'stlar, bu qishloq hali rivojlantiramiz do'stlar. O'sha Hakerboy bilan do'stlar rivojlantiramiz do'stlar. Bu yerda hali qishloqni ko'p qilamiz, katta qilamiz do'stlar. Bu qishloqqa ko'chib, endi mana men uyim mana shu bo'lsa kerak do'stlar. Hatta shu bo'ladi. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying.